Hozir men sizlarga ushbu Leapmotor C01 avtomobilimizdagi bitta fishkasini ko'rsatib beraman. Xo'p, salon qismimizda ushbu monitor bor. Bu yerdan mana bu приложение kiramiz va karaoke funksiyamizni ishlatamiz. Bu yerdan startni bosamiz va ovozimiz o'zgaradi. Ko'rib turganingizdek, bu qatorda har xil funksiyalari bor. Mana xohlagan o'zingizga kerakli bo'lgan funksiyani qo'yib olib, muzika aytsanglar bo'ladi. Masalan, bu yoqdan xohlagan muzikalarni qo'yasizlar. Mana muzikamiz ketyapti, karaokeni ham birgalikda aytyapmiz. Buni boshqa mashinalardan yaxshi tomoni mikrofoni tepada joylashgan bo'ladi. Agarda rulda muzika aytib ketmoqchi bo'lsanglar, umuman noqulaylik tug'dirmaydi. Aytgancha, bu funksiya barcha Leapmotor avtomobillarimizda mavjud. Siz ushbu funksiya haqida xabardormisiz? Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring.